Qachon bo'lsa bir o'lim, yo o'lim yo bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslonday yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıpta duruvatıdı. Özleri bir tarafki ketken bolsalar, yaxşı bolam deken deymen. Qachon nur chechib, atar oltin taq. Otmam dekende bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu taq. Bari bir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, nusrat tilaymiz. Benim ئابدۇخالىقئۇيغۇر, pichonni ammog'ichi kammaymiz. Açıl. Nima açıl? Qizil gul açıl. Birinchi. Maqsud muhiti Polat Tuanjanning bir polik askari bilan Qumulga berib, Xo'janiyaz hojini taklif qilib, Turpanga boshlab chiqdi. Ikkinchi. Mahmud Sijang o'z qismlarini boshlab, vaqtli qora shaharga chekinadi. Necha kundan dang saraylarga, cho'ng-cho'ng qo'ru joylarga, jami masjid hujurlariga sig'ishmay qolgan qo'zg'alonchi qo'shinlar ularning otliq hayvatlik marsh aytib, uyan-buyan o'tishlari. O'shnisiga miltiq, yeniga qilich osgan piyodalarning u yoqdan bu yoqqa ruhli qadam tashlab o'tib turishlaridan bugun asar yo'q edi. Ular pichan urushiga ketgan edi. Ular pichanga yetib bordi. Qonliq janglarni qildi. Turpanda bo'lgan janglarda xalqning qudratini namoyon qilgan fidoilar pichandimi o'z jasoratini ko'rsatib shaharni oldi. G'olibiyat xabarlarini chopsalla avatdi. Mayli do'konlarni echib savdo qilayotgan tijoratchilar, savdo seti qilayotgan aholilar bo'lsin, mayli sandal bo'lqinlarni jaranglatib taq so'qiyotgan to'mirchilar bo'lsin. Hamma odamning qo'liqi pichan tarafda. Qahramonlardan keladigan xush xabarlarda edi. Shahar garnizon shtabiga odamlar uzluksiz kelib ketib turadi. Kelguchilarning ba'zisi ahvol inkos qiladi. Ba'zisi yo'l yo'riq so'raydi. Ba'zilari ta'minot masalalari to'g'risida keladi. Hol aytib kelguchilarmi bo'ladi. Shtab xizmati bilan qolgan ئابدۇخالىقئۇيغۇر kelguchilarni qabul qilib so'zini anglaydi. Hol etquchilarga rozi bo'lgudek javob beradi. Hal qilishga tegishli ishlarni darhol hal qiladi. Nurg'un kishilar Ro'zi mollaning o'zlarining narsa keraklarini elib yo'qitib etganligi, yeb ichib tugitib etganligi haqida arz shikoyat qilib, uningdan haqlarini to'ltib berishni talab qiladi. Ro'zi molla qani? U o'lganmi yoki qechib ketganmi? Uning deriga chiqmay yotadi. Shaharning omonlik ishlariga mas'ul bo'lgan To'mir Jiysa hojining odamlarimi uning derikini ololmagan edi. Shoir Ro'zi molla ustida arz qilib keluvchilarga biz surishti qilyapmiz. Uni tepib cho'qim hisob olamiz deb javob beradi. Tulki quyruqidan tutilgandek Ro'zi molla apyonning kasofati bilan tutildi. To'xta qari bir ish bilan o'g'isiga chiqqanda qo'shni hovli tarafdan burqib chiqqan apyon puruqini sezib qoldi. Bu uning gumonini qo'zg'adi. Qo'shnisi azaldan mundaq kayib qilgan odam emas. Undaq bo'lsa, apyon puruqi nadin paydo bo'ldi. U o'g'li Vahidjanni ishqa selib, shu kechidala Ro'zi molla apyon chekib yotgan gami uyni aniqlab chiqdi. Atsi bir to'p jamoat bostirib kirib, uni gami uydan so'rab chiqdi. Apyon chiroqlarini bo'yniga osdi. Ko'chaga tortib chiqib, ur qilishga boshladi. Qo'zg'alon kunlarida apyon keshlarga jazoni xo'rlarga, go'ri keshlarga e'tibor qilinmaydi. Undaqlarni omma urib o'ldirib qo'ysimi so'riqi bo'lmaydi. Xalq to'planishga boshladi. Taraf-tarafdan urunglar, o'ldiringlar degan g'azab sadolari o'nib turadi. Qeri mo'maylarmi to'pni yerib kirib, Ro'zi mollani shapaloqlab uradi. Kichik bolalarmi urib, to'pi chechib tillashadi. Ro'zi molla xuddi necha mushukning muhozirasida qolgan chashqandek o'sal bir ahvolga tushib qolgan edi. U qancha qitimlab tugilib yetib oldi. Hozir o'lidigandek ho'ngirab yig'ladi. U ushuqlik qilgan seri ommaning g'azabi texmi o'rlaydi.
Tömür Cisa Hacı 3-4 adamı bilan bu ishning ustiga kelib, ommaga varqirab, Ro'zi mollani ajratib shtabga haydab mangdi. Ammo ular bilan tangla shtabga bostirib kelib, cho'qan selishga boshladi. Buning yurtga hech qanday foydasi yo'q. Haydab chiqib etib etish kerak. Jingochning terisini ta'tir suyuvasi bo'ladi. Ammo ichidan har xil sadolar yangraydi. ئابدۇخالىقئۇيغۇر ishtab ishxonasidan chiqib, hovlida dengizdek chayqilib turgan ommaga so'zlashga boshladi. Bo'ladi. Sizlarning talabingizlarni yadi qo'ymaymiz. Ko'pchilik yana qanday gaplar bo'larkin deb bara-bara jim bo'lishdi. Shoir so'zini davom qildi. Bizda hozir qo'mondonlik shtab bor. Bosh qo'mondonimiz, sijanglarimiz bor. Ular hozir pichonda jang qilmoqda. Pichonni olgandan keyin hammasi qaytib keladi. Shu chaqda qo'mondonlik shtab sizlarning hamma ishingizlarni bartaraf qiladi. Talablaringizni o'rindaydi. Inqilob qilishning maqsadi xalqni tilaklariga yetkazish. Xalqning ustidagi eg'irchiliklarni yengiltishdan iborat. Butun ishlar o'ngshildi. Ro'zi mollani biz topshirib olaylik. Buningdan so'rab biladigan bir muncha ishlar bor. Shu ishlar aniqlangandan keyin ondan sizlarga javob beraylik. Hozir qaytib turingizlar. Ammo bir-birlab tarqalishga boshladi. Ro'zi molla qattiq qo'rqgan edi. Uning chiroyidan qon qochgan. Kishilarning mush shapoqlari tekkan ba'zi yerlari ko'kargan, ishig'an edi. U shu topda go'rdan chiqqan murdadek ko'rinadi. Qo'rqma, dedi shoir uni tortqushlab ishxonaga agargandan keyin. U hozir saboqdoshlik hissiyoti bilan so'zlaydi. Odamlarimiz seni ommaning g'azabidan qutqizib qoldi. Buni bilishing kerak. Agar xalqning qo'lida qolgan bo'lsa, ish boshqacha bo'lgan bo'ladi. Buni xalqqa zulm sog'anlikning oqibati, xalqdan ayrilib qolganlikning alomati deyishga bo'ladi. Bu haqiqatni tushunishing kerak. Ro'zi molla texichi esiga kelmagan edi. Uningdan hech qanday sado chiqmaydi. Bir hazodan keyin u uzun tin tortida qurib ketgan kolpuklarni yalab, "Ozroq suv ichib olgan bo'lsam, choy bor." Pidoilardan biri uyanqi uydan bir piyola choy ko'tirib chiqdi. Ro'zi molla choyni bir ishga o'tlagandan keyin shoirga qarab, "Jinim Abduxoliq, bir bo'lsa-mu sendan, ikki bo'lsa-mu sendan. Ikkimiz saboqdosh emasmi?" dedi-da, o'zini yerga tashlab, shoirning putini quchoqlab, ho'ngrab yig'lashga boshladi. "Unda qimmat bo'ladi." Shoir darhol uni yo'lab o'ltirg'izib, putini ajratib olgandan keyin dedi: "Har qanday gaping bo'lsa o'ltirib yoki o'rtirib degin, uyat bo'ladi. Men so'zlasam, nima deyman qani?" dedi u bosh oyog'i yo'q tomtoqlik qilib. Buningdan uning bir tarafdan xalq oldida o'tkazgan jinoyatlarni iqror qilg'usi kelmaganligi ko'rinsa, yana bir tarafdan bular ish bo'ldi. O'zimni oqlayolg'udek gap so'zim yo'q degandek ifoda chiqib turadi. Shoir bu ahvolni tushunadi. Uning o'zini oqlag'udek hech qanday so'zi yo'qligini nazarga elib nasihat qildi. "Sen amdi xatolikni tuzitib, haqiqatga qaytib tavba qilishing kerak. Shunda qilsanglar, xalq seni afu qiladi. Bu jihatda obdan o'ylangin. Hozircha mening yonimda tur. Biz nima yesak, sen shu. Suv ketidi, tosh qoladi, o'sma ketidi, qosh qoladi degandek o'tar kechar. Kelib ketayotgan yildiz yo'q bir nimalar sana asqatmaydi. Turpan qoladi, xalq qoladi. Sana baribir xalq asqatidi. Bu haqiqatni tunishing kerak." Mashinaning chekinganligini anglagan Shengsay uning Urumchi atrofiga berib, Nansanda qo'zg'olon ko'tarib, Urumchiga tahdid selayotgan Machuanlu, Madashyanlar bilan birlashib elishiga yo'l qo'ymaslik. Imkon qadar uni janub tarafga ketkizib etish uchun o'z qismlariga jiddiy ilgirlash to'g'risida qattiq buyruq tushirgan edi. Shunga uning oldin yurar qismlari har qaysi yo'llarda jiddiy ilgirlamoqda edi. Mayli cho'ng yo'l bilan manganlar bo'lsin, mayli kichik yo'l bilan manganlar bo'lsin, Turpanga qarab sudek oqatdi. Shengsayning otliq qismlari, Ayninkov qo'mondonligidagi otliq oqrus askarlari, Baysinoyan tuanjanligidagi 400 otliq Mo'ng'ul askari, Xuanxuza deb atalgan otliq askarlar yo'llarga sig'ishmay keladi. Askarlarning ko'pligida bir necha kungacha yo'lning yuzi echilmay qoldi desimi bo'ladi.
Qo'zg'olonchilar ostonadan kechilab yurib deg'oyga ketdi. Ularning oldingi qismlari Chatqal, Paqi-buloq taraflariga yetgan edi. Mundaq ahvolda dushman qismlari cho'ng yo'lni to'salg'usiz ilgarilab Turpan shahriga kirib o'rlashdi. Shaharning ko'p odamlari oila tavobatlari bilan yiroq yezlarga qechib ketgan bo'lsa-mu, yana bir qism hunarmand kasblar, tijoratchilar va qeri cho'rilar shaharda qolgan edi. Shahar jonlandi. To'mirchilik do'konlari ishga tushgan edi. Ular oldirash taqi so'qatdi va dushman otlarini taqilaydi. Bir qancha ming otliq askar qora qog'iladek hamma yerni qoplab ketgan edi. Ularga yem-xashak, bedi samon yetkazib berguchi harvlar, eshaklar top-top bo'lib o'tishib turadi. Maydasiga qizil lati chigib olgan shayu jisolarning varqirab jarqirashlari anglanib turadi. Ko'chada Ro'zi mulla paydo bo'ldi. U maydasiga qizil lat chegib olgan edi. Bu dushman shtabi tarafidan xavfsiz deb qaralgan kishilarga tarqitib berilgan belgi edi. Ro'zi mulla ma'lum bir polik shtabi o'rlashgan saroy oldiga berib, postkilarga belgisini ko'rsatib, shtabga kirmoqchi bo'ldi. Qayda borsa? Dedi askarlardan biri uni to'sib. U askar rus soldati edi. Polkovnik bilan ko'rishiman. Qandaq jo'mis ba? So'z ba. Qaydaysiz? Yaxshi so'z aytasan, yomon so'z aytasan. Yaxshi so'z ba. Qayday yaxshi so'z? Ro'zi mulla darhol javob bera olmay duduqlab qoldi. U go'yo qandaqdir bir muhim so'zni og'zidan chiqara olmayotgandek o'ng'aysizlangan edi. Dal shu chog'da shtab ishidan tonish bir kishi chiqib qoldi-da, uni boshlab akirib ketdi. 29-bob. Bu qandaq qilg'ini? Turpanni tashlab, xalqni baloga ofatga tutib berib nagi bog'udak. Oqshom kelgan moshimangning bugun atiganda 90 tarafga qechib ketganligini anglagan ئابدۇخالىقئۇيغۇر bir tarafdan hayron qolsa, yana bir tarafdan ochiqqa kelgan edi. U g'azabiga poylamay so'zlaydi. Shar-sharoit pishib yetilmagan vaqtda 30-40 otliq odam bilan chiqib, o'zini xo'jiniya zoji avatdi deb ko'rsatib, pichonga hujum qo'zg'ab qo'yib, kuch elishamay qechib deg'oyga berib oldi. Uning balosiga qolgan pichon xalqi qirildi. Nohaqdan nohaq 3-4 ming odam o'lib tugidi. Buning o'valchiligi kimga? Mana amdi qori shaharga qechibdi. Bu nima qilg'ini? O'g'irda kelib, o'g'irda qechib yursa bo'lamdi-kan? Turpandimi necha ming odamni qirib tashlasa, buning o'vali zodi kimga? U ochiqini besib ololmay titrab ketdi. Kichik vaqtidan tartib ig'ir besiq, salmoqliq o'sib yetilgan shoirning bugungidek ochiqqa kelgan vaqtini to'li kishilar uchratmagan edi. Hatto validasi Niyozxonimni ko'rmagan edi. Bugun shoir bu ochiqqa bilan hamma odamni hayron qoldirgan. Hamma odamga o'zlarining beshiga kelayotgan dahshatli kunlarni tushuntirgan edi. Bo'lmaydi. To'sish kerak. Hozir 90 ga odam mangsin. Mashimini qaytirib kelsin. Xat yezib 90 ga odam mangdirish oralig'ida maqsud muhitining qumulg'i ketganligi, Mahmud Sijoning chekingan qismlarining Paqi-buloq, Chatqal, Deg'ay qatorliq chet rayonlarda chechilib yurganligi to'g'risidagi xabarlar anglandi. Yana bir tarafdan Shenzuxuyning otliq qo'shinlari kelkundek besib kelayotgan xabarlarmi keladi. Bu urush vaziyatida ko'rilgan jiddiy o'zgarishlar bo'lib, har qanday kishini go'ngirtatdi. Shoir ahvolni o'ngshashga g'ayrat qildi. 90 ga xat yezib odam mangdirgandan tashqari yana Mahmud Sijonga xat yezib odam avatdi. Ot shu zamonning eng tez mangadigan qatnash vositasi bo'lg'achqa, odamlar xabarlashish uchun albatta otliq chopatdi. Turpandan 90 ga berib kelish, Turpandan Deg'ay kentiga berib birar xabar yetkazib kelish uchun otliq mong'in taqdirdimi yanala bir kun, yarim kun vaqt ketadi. Vaziyat chaqmoq tezligida o'zgarayotgan paytda bir kun, yarim kun ichida yana boshqacha yangi o'zgarishlar bo'lib, ko'ngildagi planni buzib tashlab etadi. Mana 90 ga ketgan odamdan xabar yo'q. Deg'ayga ketgan odammi jim bo'lib ketdi. Qanday qilish kerak?
Şair tit bulup öyden talağı çıkarttı. Yeni öyge qaytıp kiretti. Onun beşi keskin ziddiyetlerge tolup taşta katkan idi. Kandak kılış gerek. Turpanı taşlap neye barıdı. Puhralar kandak kılıdı. Nemi üçün çekinidu. Onun ornuğa yol tozup taraftan hücum kılış gerek. Şapdulluqda, yarğulda galibilik soqışlarını qılgan edik. Mana endi kandak bo'ldi. Mashinaning kasofatidan kuch chechilib ketdi. Bu ish yaxshi bo'lmadi. Atiyas vaqtlari kechqurun taraflarda ushtumtut havo gurildaydi. Odamlar bo'ron chiqdimikin deb cho'chishib, u yoq bu yoqqa qarab, oxir qayoqlardandir kelib kech qolgan qog'ilarning osmon bo'shliqidan shung'ib tushayotganligini ko'rdi. Qog'ilar o'qiya o'qidek vijildab shung'ib teraklik bog'larga, so'gatlarga qo'nidi. Bu qog'ilarning tushkun qilganligi edi. Afsuski, bu yil turpan bog'larga qog'i kelgani yo'q. Onun o'rniga Shanzixuyning jallod qo'shinlari qog'idanmi tez kelib o'rinlashdi. Askarning ko'pligida turpanning hech yeri oq qolmadi. Shoir shaharga yiqilib bir uyda xatchaklarni, qo'l yozmalarni yig'ishtirib-o'tdi. "Jinim bolam, mening yuragim og'riyotdi", dedi Niyaz xonim o'g'lining xiraman turg'iniga ichi pushib. "Oy, nemishqa?" "Bu qora qog'ida kelaverdi, shuningga qarab deyman." "Hech vaqasi yo'q." "Shundoq bo'lsa-ku qo'y bilan bo'ladi. Men yanala ansirab turibman. Otilari bo'lsa-ku bunchalik ham qilmasaydin." "Otam yo'q bo'lsa-mu, g'am qilmasizlar." Ana jim bo'ldi. Shoir hujjatlarni, qo'l yozmalarni xaltalarga qochilaydi. Kitoblarni ratlab bog'lashga tayyorlaydi. Niyaz xonim ko'ziga yosh oldi. "Jinim bolam, mening yuragim og'rib turibdi. O'zlari bir tarafga ketgan bo'lsalar, yaxshi bo'lamdikan deyman." "Mening hech yerga ketgim yo'q", dedi u qat'iy ohangda. Keyin onasining ko'zlarida lig'ildab turgan yoshni ko'rib, o'zining hech yerga ketmaydiganligining sababini tushuntirishga boshladi. "Mening o'zlaridan birdanmi ayrilg'im yo'q. Otalarimiz, onalarimizni o't ichida qoldirib qochib qayaga borardik. Bu navbat mashinaning qochqanligi, uningga agishib, biznikilarmi chekinganligi butunlay xato. Shahrimizni, ota-onalarimizni qo'g'dishimiz lozim edi." Niyaz xonim o'g'lining so'zlarini qoyil bo'lgandek beshini lingshitib anglayotdi. Shoir yana davom qildi. "Dushman turpandimi pichanligiga o'xshash qirg'inchilik yurgizsa, buning uvoli kimga? Bir xiyolimda Shanzixuyning oldiga kirmoqchi bo'lyaptim." "Voy, otam nima deganlari u?" "Kirsam nim bo'g'idak. Shanzixuymi odamdir. Ostili bo'lsa-mu, yo'l biladigandir." "Yo'l bilsa-ku yaxshi bo'ladi. Otalari hamisham o'ynashmag'in arbob bilan, joylab solur harbob bilan degan so'zni to'liq qiladi. Ichim pushib nima deganlari bu desam, harbiy amaldorga yaqinlashqili bo'lmaydi. Ularning yuzi tuk deb javob beradi. Shuningga o'xshash o'zlari oldiga kirman degan Shanzixuyning yuzida tuki bobir nima bo'lib qolsa, o'chog'da qarab turib, bo'rining oldiga borgandek bir ish bo'lib qolmasmi? Agar men uning oldiga kirib, gunohsiz xalqni qirg'in qilmagan, puhralarda gunoh yo'q degan so'zni qilsam, o'chog'da men oliyjanob odam bo'laman. Agar u so'zimni anglamay, o'zining askiligini qilaversa, o'chog'da u paskashlik qilgan bo'ladi. Bir odamning hayoti shunchalik xuloslansa, kifoya emasmi? Bu chaqda uy atrofini dushman o'rab bo'lgan edi. Ondek askar ho'ylig'i besib kirib, to'p-to'g'ri ئابدۇخالىقئۇيغۇر bor uyga qarab kelyotdi. Ularni ko'rib qo'rqib ketgan Niyaz xonim hushidan ketgandek qaytib qoldi. Shoir ho'ylig'i chiqib, "Kelinglar, kimni izdaysizlar?" Ularning orasida Ro'zi mo'lla bor edi. U oldiga chiqib, xuddi yoz kunlari gamida uxlab chiqqan odam damonliqqa atrofga qarayolmagandek, ئابدۇخالىققا tik beqib qarayolmay, xuduk sirgan holda duduqlab, "Seni Tuanjang qishqirib kelinglar debdikan. Menga yo'l boshlatqizib keldi. O'zing boshlab kelmaganlar bo'lsang bo'ldi-ku", dedi shoir uning ko'zlariga g'azab bilan qotilib. "Yo'q, men unda qilamanmi? Ko'zingni qochirma. Ko'zingni qochirganing bilan vijdon so'rig'idan qochib qutulolmaysan. Vijdon oldida senga o'xshash xuduksirab azob chekkandan o'limning sharbitini ichgan a'lo. Buni bilib qo'y."
Ro'zi mulla bu so'zlarni anglab na xafa bo'lishni, na ilgari ko'rishgan vaqtlardagidek hijib kulishni bilolmay o'ng'aysizlandi. 30 dak askar shoirni o'tirg'i elib haydab chiqib ketdi. 1933 yili mart. Havoning o'zoyi to'limi ko'rimsiz edi. Bir qancha kundan buyon osmonni qizg'ish tuman qoplagan. Go'yo qon oralash qizil to'pi yog'digandek tashvishli ko'rinadi. Shaharni nima uchundir vahima qoplagan. Kishilar qandoqdir bir vahshiyatdan andisha qilayotgandek g'amkin ko'rinadi. Anda sanda mash'um qog'larning qoqildigan mudhish ovozlari anglanib qoladi. Qog'larning o'g'il surlik ovozini anglagan har qanday odamning yuragi og'rib, badallariga ixtiyorsiz titrak olishadi. Shaharda ئابدۇخالىقئۇيغۇرni tutib ketibdi-dek. Tömür Cisa hojini tutibdi-dek degandek so'zlar keng tarqalgan edi. Buni anglagan kishilarning yuraklari yerilib ketgandek qattiq og'ir edi va bo'yig'i titrak olishadi. Hammali jihatdan vahshiyat qoplagan bu shahar yىلىدىلا Mozoriston suriga kirib qolgan edi. U yoqdan bu yoqqa mengib yurgan cheriklar va otliq askarlarning tari buzuq, o'zoyi yomon ko'rinadi. Ularning bundoq badbashiri ko'rinishi butun shaharning Mozoriston suriga kirib kelishining tub manbasi edi. Hamma odam ularning qo'y qilishidan, qaramliq qilishidan qattiq ansiraydi. Bir kuni pichan tarafdan bir tumur konki keldi. Buning bilan tangla 200 dan ortiq otliq askarmi kelgan edi. Shu kunila Shangzuxoy tumur konkiga o'ltirib Turpanga kapdi degan xabar tarqaldi. Buni yomon jillat, ko'ngli qora qonxo'r deydi degandek so'zlarmi keng tarqalgan edi. Buningga ulishibla xalq ichida qo'lga olgan odamlarni o'ltirgidek degandek mishmish gaplarmi paydo bo'ldi. Bularning hammasi vahimalik xabarlar bo'lib, shaharni titirtatdi. Xalq ichida bo'lgan bu so'zlar asossiz emas edi. Tömür konkida Shinsayning kelganligi rost edi. U to'limu ehtiyotchan bo'lg'achqa o'zi mashinaga o'ltirib 200 dan ortiq otliq askarning muhofazati ostida shaharga kirdi. U pichandami shunda qilgan edi. Shinsay mashinadan tushibla doklad anglash uchun qo'mondonlik shtabga tez-tez mengib kirib ketdi. U doklad anglash jarayonida ochil naqshisining avtori ئابدۇخالىقئۇيغۇرمۇ qo'lga tushdi degan so'zni anglab cho'chib o'rnidan turib ketdi. Va shu Allah, men uni bir ko'ray dedi. Ochil naqshisining xalq ichidagi ta'siri, xalq qo'zg'oloni jarayonida o'ynagan roli to'g'risida ko'p qitim doklad anglagan Shinsay xeyli burunla shoirni bir ko'rish niyatiga kelgan edi. İnqilobiy harakatlarda qo'zg'atqich rol o'ynagan nodir naqshi she'rlar va marshlarning odatda kam uchraydiganligini Shinsay obdan biladi. U Parij kommunisi va internasional she'rlarining mo'jizali qudratini obdan tushungachga ochil naqshisining Shinjongdagi qo'zg'olonda o'ynagan rolini kam hisoblamaydi. Abdur bilan ikki eg'iz so'zlashgisi kelgan Shinsay shtabning orqa hovlisidagi onchi egiz bo'lmagan supida turadi. Uning ikki yenida o'nlagan muhofizatchi mavzurlarning og'zini oldi tarafdagi kichkina maydonda xuddi hozirli o'q chiqirdigandek qaritib turadi. Ikki tarafga 2 dona taqsirlik pilotni qurib qo'ygan edi. Qamoqxona tarafdan 8 nafar cherik ئابدۇخالىقئۇيغۇرni o'tirg'i elib haydab kelyotadi. Shoirning qo'li orqaga qiyishtirib ching bog'langan. Putiga eg'ir kishan selingan edi. U ko'krikini mardonlarcha kerib keladi. Chiroyidan qo'rqish alomatlari ko'rinmaydi. Shinsay shoirning ajoyib yuksak g'ayrat jasorat mujassamlangan kelishgan qaddi qomatiga yiroqdilla qandoqdir bir nima izlayotgandek sinchilab qaradi. Afsuski, shoirning vujudidan adolat, haqqoniyat suyi bilan sug'urilgan egilmas sunmas iroda
va qahramonlarga xos alomatlari ko'ringandan boshqa hech qanday nuqson ko'rinmaydi. U hamma jihatdan ulug'vor ko'rinadi. Mundaq ulug'vor qomat oldida o'zini to'limu zaif his qilgan Shengsey o'z ojizligini sezdirmaslik uchun chiroyiga g'azablik tus berib, "Eting nima? Abduxolىقۇيغۇر. Qancha yoshga kirding? 32 ga. Ochi naqshini sen yozganmi?" "Shundaq, men yozgan. Bu naqshang bilan nima demoqchisan? Bahor bo'lishini, gullarning echilib turishini izlamoqchiman." "Kulgilik gap-ku", dedi Shin familiyalik masxirlik xingildab. Ondan ko'zlarini pildirlatib, qasdan u yoq bu yoqqa qarab dedi. "Mart oylarida gul echilamdi ekan? Aprel, may oylarida nimishqa gul echilmasin?" dedi shoir masxira oralash kulimsirab. "Ham xiyol, tush ko'rganlik", dedi Shin familiyalik ochiq varqirab. U bu so'zi bilan shoirning o'rinliq so'zlariga radiya bermoqchi bo'lgan edi. Ondan u yoq bu yoqqa bir ikki qadam mengib olgandan keyin birdila to'xtab, "Unda quruq gapni qo'yib, gunohingni tilashni o'yla. Men o'ylab bo'ldim", dedi shoir keskin javob berib. U qurib ketgan tomoqini namdib olmoqchi bo'lib edi, Shengsey so'z oralab, "Yaxshi. Mening birdan-bir tiligim begunoh xalqni qirg'in qilmasdan talab qilsam, buningga Shingzuxuy kapolatlik qilsa, bu degan mening ishim. Sening boshqa so'zing yo'qmi? Ba. Xalqning bahor bo'lishini izlaganligi hargizmi xam xiyol yoki tush ko'rganlik emas. Xalqning istiki baribir amalga oshidi. Yovuzlarning tabiatida o'zgarish bo'ladi deb qarash, ulardan shafqat kutish meningcha tush ko'rganlik bo'ladi. Ular hamon yirtqish. Ulardan umid kutish behuda ish bo'lgandek, bu so'rashmi behuda ham nomusliq ish. Yaxshi, degan Shengsey orqasiga burilib, tez-tez mengib shtab ishxonasiga kirib ketdi. Uning bu so'zi butunlay zahar bilan sug'urilgan edi. 30-bob. Havo tumonliq edi. Parqirib quyosh chiqmagan bo'lsa-mu, kun osh vaqti bo'lgan edi. Nima uchundir bugun Turpan yangi shahar ko'chalarida askar ko'payib qoldi. Sharqiy va g'arbiy darvozalarda postlar kuchaytirildi. Har bir darvozada 30 dan askar turg'izilgan edi. Ulardan bir qismi sepil ustida oylanib yuradi. 100 otliq oq rus askari va 100 otliq mo'ng'ul askari shahar sirtini oylanib yuradi. Ikki shahar orliqidami otliq va piyoda askarlar uyan-buyan o'tib yurishadi. Bu ko'rinishlar qandoqdir vahshiyatning oldingi bishoratidek qiladi. Bir chog'da qo'mondonlik shtab tarafdan bir to'p cheriklar ko'rindi. Ular qo'llari chambarchas bog'langan bir turkum odamlarni o'rab haydab keladi. Ular shu kuni qatl qilinmoqchi bo'lgan 17 nafar odam bo'lib, ularning ichida ئابدۇخالىقئۇيغۇر, Tömür Jisa Hoji, Namtul Hoji, Avut aka, Oqsho Tungan, Niyoz Cho'qur qatorliqlarmi bor edi. ئابدۇخالىقئۇيغۇر sapning oldida kelib o'tadi. Chiroyidan zarracha qo'rqish alomatlari ko'rinmaydi. Aksicha qandoqdir xushalliq nurlari to'kilib turadi. U ko'zga ko'ringan narsalarga, o'zi o'ynab cho'ng bo'lgan ko'chalarga to'yinmasdan cheksiz muhabbat bilan tikiladi. Ishik yo'chuqlardan maravatgan kishilar ئابدۇخالىقئۇيغۇرning bugünkidek boldur, jasurona qiyofatini hech qachon ko'rilgan emas deb hayron bo'lmoqda. Tömür Jisa Hoji keng ko'krikini mardonalachi karganicha, xuddi Tristanda amdili to'xtagan kemidek ikki tarafga chayqilib so'zlab kelmoqda. "Og'aynilar, yurtdoshlar, tuqqanlar, qarindoshlar, rozi bo'lingizlar. O'lib ketgan o'g'lim Semiraxunning bolalariga merosimdan bir o'g'illik beringizlar. Bu mening vasiyatim. Anglab qilingizlar. Bu nohaqchiliklarni ko'rib qilingizlar."
Jallatlar bu 17 odamni har 8-10 metr oralıqda birdan bog'lab qator qilgan edi. Har bir odamning yanida 2 jallat qilichlarini yalang'ochlab buyruq kutib turardi. Shtab tarafdan bir to'p ofitser chiqib keldi. Ular tomosha ko'rish uchun chiqqan oq ruslar edi. Ular har bir odamning udulig'i kelganda to'xtab, uningga boshdan oyoq sapsilib, o'zaro bir nimalar deyishib, kulib o'tadi. Bog'langanlarning har biri go'yo birdan orislondek g'azabga to'lgan o'tliq ko'zlari bilan ofitserlarga mardonlarcha qarab turadi. Yan qural va qilich osqan, galapi shim va xurum o'tiklar kiygan bu ofitserlar xuddi qor dastigan eyiqlardek g'ochildab qadam besib, ئابدۇخالىقئۇيغۇرنىڭ udulig'i kelganda shoir deyishib uzoqroq to'xtashdi. Qora qosh, qora ko'z, yumaloq yuzlik, qaddi qomatlik shoir zarracha qo'rqmasdan, adolat, haqqoniyatdan nur emgan quyoshdak chaqnab turgan ko'zlari bilan har bir ofitserga qoqshatquch nayza urib turadi. Ofitserlar o'zaro bir nimalar deyishib, shoirga yaqinlab keldi. Ulardan egiz bo'yliq, shap burutliq biri oldiga chiqib, shoirga qarab, shoir deb masxira qilgandek qo'lidan qos chiqardi. Uning tukirib tashlangan bir chekim nosdek ko'p-ko'k ko'zidan zahar chechilib turadi. Ochil, nima ochil? Ochil, gul ochil, dedi shoir yuraklik bilan. Qayda gul ochil? Qizil gul ochil, dedi shoir o'nlik ovozda. Sovet oktyabr inqilobidan keyin qurilgan qizil hokimiyatga tish tirnog'igacha qarish turib, qizil armiyaning ajallik zarbasida mag'lubiyatga uchrab, Sovet zeminida turolmasdan vatanimizga qechib kelib, jon saqlab qolgan bu vatansiz qochoqlarga qizil degan so'zning qattiq tegadiganligini biladigan shoir qizil gul ochil degan so'zni urg'uliq aytgan edi. Darvaqa bu so'z ularning yuragiga xanjar bo'lib sanchildi. Heliqi ofitser alamga chidab turolmay, qilichini sug'urib shoirni chapmoqchi bo'ldi-yu, yana to'xtab qoldi. Texi buyruq tushmagan edi. Dahshatlik minutlar yaqinlashmoqda. Qilichlarini yalang'ochlagan jallatlar taqozolik bilan buyruq kutmoqda. Ularning ko'zlari xuddi qon ichishga tamshilayotgan lolma ishning ko'zlariga o'xshash qizargan edi. Buyruq! Shoir ئابدۇخالىقئۇيغۇرنىڭ bo'yniga qilich urgan jallat zahar xandalik bilan "Mana ochil!" dedi. Shoirning atlik, xuddi xoniqa to'rkidek yo'g'on bo'yni bir qilich bilan uzilib tushgani yo'q. Shoir beshini ko'tarib, "Gul ochil!" dedi. Bu uning hayotining eng oxirgi daqiqasida yangratgan ajoyib ulug' ma'nolar mujassamlangan jarangliq sadosi edi. Bu sada Turpan shahrining har bir ko'chasi, uy imorati, dal daraxtlari har bir odamlargacha mangu unutilmas yodnoma bo'lib qoldi. Do'kon yo'chiqidan qarab turg'uvchilar bu vahshiyatga chidab turolmay ko'zlarini yumib oldi. Shoirning jangovar tovushi texi besiqmayla goch-goch qilib ishki qaytim chepilgan qilich ovozi anglandi. Xalq toqat qilib turolmasdan ko'zini ochganda shoirning beshi muborak tenidan judo bo'lgan. Ko'cha qip-qizil qonga bo'yalgan edi. Xotima Maqsud muhitining Xo'janiyoz hojini Qumuldan taklif qilib Turpanga chiqqan vaqti 1933-yili 3-oyning oxirlari edi. Bu chaqqicha Shingsayning jazo qo'shuni Turpanda ئابدۇخالىقئۇيغۇر qatorliq 17 kishini, yana bir muncha gunohsiz odamni qatl qildi. Uning 90 ga avatgan jazo qo'shuni 90 qo'zg'olonchilarining boshlig'i To'xti elini va 700 ga yaqin begunoh puhrani qatl qilib, ondan Urumchiga qaytib ketdi. Xo'janiyoz hoji Turpanga chiqib, Luxchin shahriga o'rinlashdi. Buningdan xabar topgan hukumat taraf
pichanda turishliq bir batalyon Akros askarini avatib, Xo'janiyaz hojini muhosirga elib oldi. Bu yerda ikki taraf qattiq elishdi. Oxiri Xo'janiyaz hoji taraf muhosirni buzib chekinib ketmoqchi bo'lib, shahar darvozasidan ot silib chiqqanda maqsud muhitiga o'q tegib qurbon bo'ldi. Hamdullah Axunimmi shu navbatda qurbon bo'ldi. Demak, 1932-yili 12-oyning 27-kunidan 1933-yili 3-oyning oxirigacha qisqig'ini 3 oy davom qilgan Turpan, Pichan, To'qsin qatorliq joylardagi xalq qo'zg'olonchilari shu taqlidda bir tutash boshlanib, bir tutash bostirildi. Bu qo'zg'olonda ئابدۇخالىقئۇيغۇردىن tortib maqsud muhitigacha, Hamdullah Alam Axunimdan tortib To'xta eligacha ming'an odamlarning issiq qonlari to'kilib, 1933-yilining shonliq tarixida mangu o'chmas qonliq sahifa bo'lib o'rin oldi. Qo'zg'olon janubda jush urib davom qilmoqda edi. 1983-yili 3-oy. Hürmetli radio anlıqçılar, yazğıcı Xevir Tömür'nün Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan Baldur Oyğanğan Adəm namlıq tarixi romani muşu yerdə axırlaşdı.